men kişiler tanıdım mıgız Teşnalı kıyınıgan şu demde meni Ne derya hatta ki huri didini Teşnalı kıyınıgan şu demde meni Ne derya hatta ki huri didini Hey 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 Görüşten ötkice birimiz canlı Lütfla untimiz hatta cananlı Turmuşnun bisimi kıynap her vakit Ayrımaz bop kaldık yakşı yamanlı Turmuşnun bisimi kıynap her vakit Ayrımaz bop kaldık yakşı yamanlı Hey 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 Çay içene. Qaranglar sizning mau maaş ta'minatingizni o'stiradigan iltimosingizga men qo'l qo'yib beray. Undan boshqa yana ama yangi kino filmlar bor emasmi? Shuningga ovozga kirang. Sizning ovoz sharoitingiz yaxshi. Uning maoshingiz foydali. Meni pulga setib olmoqchi ekansiz-da. Voy ya, qaynadi gapni qiladi ekansiz. Men sizning tirishchiligingizning ko'zida tutyapman. Avarman. Ya bo'lmasa bunday qilaylik. Men paradlashganligiga bir hafta ruxsat beray. Sayohat qilib, oylanib, kallanlarni ichib kelmaymizlar. Ha? Bizning boshqalarga yomonlik qilib qo'ygan yerimiz yo'q-da. Shunga sayohat qilib ko'nglimizni ichib kelmasakmi? Ko'nglimiz har doim ochiq. Bo'pti-mi? Kallangiz o'tganda kirasiz. Yaxshimi? Yaxshi. Mening vaqtim yo'q, tushlikka ishlayman. Agar bek aldirab ketadigan ishingiz bo'lsa, Mishaga keling. Mishaylar bir taraf qilaylik. Ma'qul. Eyman qarama. Lampush köy ketibdi. Anlaştırıydimi? Voy, men undashdan qilmayman. Voy, munda birdan chaqchaq qilmag'ina, munda qilsang tushidi. Voy, men undashdan qilib boqmsam. Voy, qilib boqmagamsan, endi qilib boqqin. Voy, men qo'rqaman unda to'tlaydin. Voy, lamzalla. Qachonla qarsa menga bo'rg'an, uni qilgan, buni qilgan, bir ishga bir yordamlasang o'lamsa deyman. Medash? O'shim bo'ldim sana. Ha. Ha, bo'ldi. Tushundim. Men hozirli boray. Yo'q gap, endi ey sap baqsa desa. Xotina, Ay nima? pul yere. Nima dedim? Azroq pul yere. Mushinchilik ishqa esqatmaysa, yana pul va'daysa. Nering elkishi seni. O'shim bo'ldim sana. Seni men obdan tushirdim. Sende rast pul yo'qmi? Yo'q, pul yo'q. Ya, paypog'ini sep qo'ygan olsun bergin. Voy, yo'q, pul yo'q. Nimani berma, bo'lsa beraman. Ha, seni obdan qildim. Voy, men nimdan qildim ish? Voy, Yo'q qalqaman mana. Sağ. Hep to'xtab tursang, o'lib bermaydigan bo'lsam men. Ün!
Bolajon. Do'stimning qishida. Bolana kelgan bo'lsangiz, tamoq yeb o'tirib mashina titrasak ekan. Mushsatchiliklarning balni billi ko'rsindamsiz? Bo'pti. Bola hozircha sizdan turib tursin. Hozircha. Undaqda keyinchi Aytdimmi? sizdek adam berdigan bali yo'q. Bo'ldi. Qo'l qo'ying demoqchiman. Men azroq ishim bor-di. Mamashni. Vay. Ha aman. Voy nima deydigansiz? Voy qanday qilaman? Ma'qul, men hozir boray ha. Ölmemsen bu tehi. Bir tüzük yap kığına. Ağırıp git basa. Ay nimaga tuzuk gap qilma? Akishtirib dori ichib o'lib olmaydigan qanday gap? Ishxonakilarni olib faqat yuzimni qo'ymading jumi. Naring akishga seni faqat bilmadim Ben bimar hey bimar. Ben aram ilişim gerek ben. Bemormish tehi. Qandaroq yaxshi bo'lib qoldingmi? Siz bu yerga chiqsangiz deydigan gap bor. Yaxshi aramag'ini? Bu er-xotin ikkalarining munosabati yaxshi emasmi qanda, ha? Yaxshi emas. Bu to'y qilib necha yil bo'lib turib, yeni yaxshi emas desanglar, bu nima chiqandi? Man qarang, man mening erim qarang. Ya uyga mas'ul olmaydigan. Ya bir ayol kishiga bexatarlik tuyg'usi berolmaydigan layoqatsiz erdan. Uyda hamma ishni o'zim qilman. Mening faqat chidiqchiligim qolmadi. Shu so'qashdim shu. Endi bu er-xotin ikkalarining ishiga ma'riflashib bo'lmayman. Lekin bu sizlarning qilgan bu qilmishinglar hozir oila zo'ravonlikka kirdi. Nima? Oila zo'ravonligi? Voy siz nima demoqchi? Bu o'zingizning erini o'limga qistaganlik oila zo'ravonlikka kirmanda. Yaxshiroq o'ylashib qol. Man qarang, men bir ojiz ayol kishi edim. Unda ishlar qo'limdan kelmaydi. Xo'p, men yaxshiroq tekshirib boqamsiz. Endi bu ikkalarining o'tirishdagi ishlarga biz mahalla komitetikilar aralashib olsakmi, toz yaxshi bo'lmaydi da. Lekin bir oila ijil inoq bo'ldi deganlik, bir mahalla, jamiyat ham bizning davlatimiz ijil inoq bo'ldi degan. Tushundingizmi? Shuningga buningdan keyin bizning mahalla komitetimizda mandaq ishlar yuz beribmiz. Unda bo'lsa, er-xotin ishkanlar aytib birdan kapolatnomani yozib, buni ishxonaga kirgizdilar. Ma'qul. Hamsa ishxona saqlayın, ha?
Kiran. Sizlar ko'rib boqdingizmi? Ko'rdim. Qandaqroq ekan? Nima degan bema'ni? Nima degan tetiqsiz ssenariy bu? Qara g'ayrat. Biz bunda ish qilsak, bir oy qolmaydi vayron bo'lamiz. Nari tetiqsiz. Bema'ni uslubda yozilgan zamoniylikni talab qildi. Men ajab uni his qilmadim g'o. Qayta o'qib chiqdim bo'lmasa. Hem suratga bo'lganini ko'ring. Sen qiziq kelib qolgansan g'o g'ayrat. Ha? Men qo'l qo'ymasam nimani surat qilsa? To'g'ri gap qilmay, mana sen qayta yozib kir. Oya Parat bağı doğru iş yaptı qara. Ço'pchongni aykish xotin bilan urushib to'g'richa vaqtni qattiqli bo'lmabdi lekin. Işqı bazır qarlar nim bo'lib ketayotgan ekan ta. Hozirgi erlar emas, naq shu paratdak nimalar bizning yuzimizda to'kyotidi. Kiran. Meni chaqirtib ekansiz. Ha? Paratning bo'lganroq. Baxtga qarshi o'lmay qoldi. Nima undaq gap qilsiz? Ha? Bizning uydagilarning ishi bilan sizdan nima chaqirtdingiz? Siz qiziq gap qilgansiz g'o. Men qo'llasimdagi har bir xizmatchimga mas'ul bo'lmasam bo'lmaydi. Buni biladigansiz? Xizmatchilarimga mas'ul bo'lma demay, oilangizdagilarga bir mas'ul bo'ling, ha? Bo'ldi. Sizga bugun bir kunlik ruxsat beray. Parat qarama berib. Paratga o'zingiz qarang. Bek yaqin og'inangiz bo'lgandan keyin sizga berdim. Salom. Nima xotin? Ya ishim bilmadim. O'lmay qaytib kelsan-da? Ay bir tuzlik yap qila va kirpoqchi. Nima bu? Sening xetan. Mana shu nima xat? Xetan verma. Voy ya. Ha bu yerda ajrish kelishimnomasi, bishim to'xtamnomasi degan shu degina. Ha, shu. Menimcha faqat chidag'chiligim qolmadi. Yana bir qatam ishkin doktorxonaga kirib qolmasligim uchun qo'l qo'yajaqga qilmay. Hargiz bu qo'l qo'ymayman. Hargiz bu qo'l qo'ymayman. Sening mishtalig'ingni bilibman. Yana birini tayyorlab qo'ygan. Sen nima qilay deysan? Sen qo'yib. Ya ben seni qo'ytamda, sen meni qo'ytamsan. Men sana necha vaqtdan beri yaxshi qaramabdiman. Jiq pul topolmabdiman. Sening o'lib ketishing sababkor bo'lib qopdiman. Jiqga qana qo'l qo'y. Sen to'liq qilding ketibsan qara. Mayli, men bu kelishimga qo'l qo'yay yoki qo'ymay. Sen baribir mening xotinim. Men qarab bera. İkimizning orasida buningdagi muhabbat degan narsa yo'q. Nimishqa? Sening bundaq davomli she'ring bo'g'ing yo'qmi? Ha?
Paraş yerin degan o bir ulug' muhabbet hikoyasi. Sen onda şirin şeker gaplarını, naynaqlarını berip daval. Ishqilib, mening karim yo'q. Mening sen bilan o'y tutqun tutgan, ha? Sen baribir mening xotinim. Erler seningdek yaramaz zeypani bo'ladigan bo'lsa, haqiqin kelamdigan. Voyjon, endi undami deb ketma. Ishqilib, mening karim yo'q. Men sen bilan o'y tutaman. Chotig'im yo'q. Qapimig'ini umma abba xotin, umma xotin, tatli xotin. Men endi ulg'onmasam bo'lar? Ay, ne xotin bilan yo'qilama ko'zim ko'rinmay. Voyjon, ishqilib mening karim yo'q. Men nima degim kelsa shuni deyaverman, chotig'im yo'q. Hech nima bilan karim yo'q. Sen baribir mening xotinim. Abba xotin, qapimig'ida men nima desam shuni qilaman, ma'qul degina tatli xotin. Qo'yg'ana. Qachonga chidaysan ki men ko'rib boqaysin. Unda qilma, baribir karim yo'q, hech nima bilan karim yo'q. Men baribir qo'l qo'ymayman, hech nima qo'ymayman. Qoldim ketgan. Salom. Zumigar. Bisham. Qo'l qo'ymayman. Mani ishga bitma. Mana endi hech nima qo'l qo'ya olmayman.